Kuyovjo'ralar maslahatdoshini boshlaymiz. Keng qani kuyov bobo? Demak, choyxonaga kim chiqdi chaqalarimiz kuyovjo'ralar chaqirganman. Mo'la multirab turishini qarasini, sutga to'ymagan buzuvchaga o'xshab. Ha, kecha uylanyapsiz-ku. Dadalarimiz kelishga vaqt bo'lmasdan o'rniga bizlar jo'natib yubordi. Endi bir kechalar bilan to'y haqida gaplashamanmi? Seni traktor haqida gaplashamanmi? To'yga bizlar nima qilamiz? Ha, kim nimani ko'taradi? Men ikkita kash olib kelaman. Ikkita pampers mendan. Men 2 litr sut ko'taraman. Men o'yinchini ko'taraman. Sen avval istani ko'tarib ol, maymuncha. Men sen dadang to'yga 2, senikiga 3, sen dadang to'yga $500 to'yana qilganman. Qisasan. Men siz ham shu payt borni bergansiz. Biz ham o'zimizda borni beryapmiz-da kuyov bobo. Bo'g'lamada do'lnam chiqaryapsan, pashacha. Yana osham keldi. Ha, kuyov bobo, og'ir ko'tarmang. Belni ehtiyot qiling, belni. Otang o'rta bilan hazillashyapsanmi? Izni o'ldirib qo'yaman hozir. Turqiri. Birgacha. Menga qo'shing. Menga chimcha. Tugmayjinglar, tugmayjinglar. O'zimni yangi kuyovga emas, ditsatdagi bolalarga kashachilikka mo'xchopdek his qilyapman. Hech bo'lmasa kartejga bir narsa qo'shinglar. Menda bitta kalaska bor. Kamikni ham olsam, bitta kalaska qo'sha olaman. Kalaska? Kichiklarni bitirishda to'yim-to'ymas alifbi bayram bo'laman deyman. Qayerga ketyapsizlar, qayerga? Oshi yedik, endi tez uyga bormasa ayam urishadi. O'sha ayangdan dadang ham qo'rqadi, sen ham qo'rqasan. Jonlarni olamasizlar. Hech bo'lmasa bironta kuyovjo'ra bo'lib qol. Endi detskiy время bo'ldi bobo. Bitta cho'nib kelib uxlashimiz kerak. Ha, onasini bo'lsa shuncha umrim his qidirib o'tgan, yetmaganda qolgan umrimni kuyovjo'ra qidirib o'tkazmasam ko'rgaydi. Rezinkada cho'zilmay vaqtli uylasam o'larmidi be? O'lab bobaycha. Do'stlar, videodan oldin sizlar bilan Ava ichimligini obzor qilib ko'ramiz. Vah, bolaligim esimga tushib ketdi. Ava Goldga 10dan 9, Ava apelsinliga 10dan 100 ball. Chunki menga apelsinlisi juda ham yoqdi. Sizga Ava limonadlarini qaysi tamlisi ko'proq yoqadi? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Sizlar faqat xafa bo'lak yo'q, ha? O'zdan qo'g'lar bilan ketdik. Kim eng ko'p ovqat yeydi? Kim eng ko'p ovqat yeydi? Kim xo'p demaydi? Kim ko'p yemaydi? Kim xo'p demaydi? Ko'p demaydigan shuradi. Kim har doim kechikib keladi? Kim har doim kechikib keladi? Nima gap bular tushunmaydi axir. Kim eng injiq? Eng injiq. Kim eng dangasi? Yoki bunday do'stlikni yig'ishtiraylik. Syomka paytida ko'p qaysarlik qiladi. Ko'p qaysarlik qiladi. Kim bittada obrazini yaxshi chiqarib beradi? Yaxshi chiqarib beradi. Kim вечно недовольный? Kim vechni недовольный? Kim gapga quloq solmaydi? Kim gapga quloq solmaydi? Suv kabi bo'l, do'stim, suv kabi. Kim doim qovun tushiradi? Kim doim qovun tushiradi? Kim zvezda beradi? Kim dadam urushadi, ketishim kerak deb doim bahona qiladi? Kim? Kim eng beg'uborchi? Kim eng beg'uborchi? Kimda doim vaqti yo'q? Kim doim vaqti yo'q? Ey ota, nima bo'lyapti? Bormi ora? Kim doim uyqusirab yuradi? Qarakim yo'q. Shampu olib kelsam bo'ladi. Kim bir og'iz gapni 90 marotaba dubl qiladi? Kim? Normalni gapiring ha. Kim syomkaga kiyimsiz, rekvizitisiz katta xolasinikiga kelgandek kelaveradi? Men kelaman, olib kelaman-ku. Gruppaga yozmaydi, unga alohida bitta ishchi telefon qilish kerak. U blatnoy kim? Raisa. Kim semiz, lekin o'zidan 35 kilogramlik krasavitsa deb o'ylaydi? O, hadaji. Kim chiroyli? Kim jahldor? Unaqasi yo'q lekin. Qalay bo'ldi? Maza qildinglarmi? Bo'ldi, qaranglar. Mana shu video 300 ming like bo'lsa, keyingi safar men komandadagi bolalar o'tiramiz. Sizlar suv qo'yasiz. Qaranglar, lekin podдержка qilmaysiz. 10 litrda makinashkada qo'yib kelamiz. Shlanka bilan qo'yib.